Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, qadrdonlar. Sizlarga qo'ylarda yashur kasalligi kuzatilayotgan bo'lsa, arzon usulda samarali va juda o'tayam foydali bo'lgan usulni aytib o'taman. Hech qanday dori-darmonlarsiz, antibiotiklarsiz qo'ylaringizni sog'aytirib tuzatib olasiz inshaalloh. Buni sizlarga har kim ham aytavermaydi, vet aptekachi ham aytmaydi. Bu sirni ancha muncha veterinarlar ham sizlarga aytmaydi. Vet aptekaga borsangiz, nuqul sizga dori-darmon, ikki antibiotiklarni kuchlilarini, qimmatlarini tavsiya qiladi. Bizga oddiygina kerak bo'ladi asidi 3 hamda gastravit ishtahasini ochadi. Bu gastravit bu kasallik kelgan payt qo'ylarni oyog'i og'rib, hech narsa yemay qo'yadi. Shunda gastravit ichirib tursangiz, har qalay ishtahalari ochiladi. Qo'y o'zini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Hech narsa yemaganda qiynalib qoladi. Sal oz-moz bo'lsa ham narsa yeb turish kerak do'stlar. Oyog'ini bosolmay qoladi yerga. O'sha payt asidi 3 ni shpritsda 10 mg tortib turib, tuyoqlari orasiga surkab chiqiladi. Buni natijasini bir kundayoq sezasizlar do'stlar. 3-4 kunda qo'yingiz yashur kasalligini ko'rmaganday bo'lib sog'ayib ketadi inshaalloh. Doktorlar aytayotgandek, mis kuparosida yuving, margansovkada yuving deydi. Endi yozgi kunida bo'lsa, misol kun issiqli paytda qilsangiz bo'ladi, lekin sovib ketgan payt, harorat keskin sovigan payt kasallik tekkan bo'lsa, buni qilish aslo mumkin emas do'stlar. Gazzaylataveradi mis kuparosi ham. Formalin qo'shsangiz, formalinni quritish xususiyati bor, lekin buni qo'llashni tavsiya qilmayman do'stlar. Benzin quying deydi kimlardir. Benzin tuyoq to'qimalarini, nerv to'qimalarini, shu tuyoqda joylashgan barcha to'qimalarni kuydirib do'stlar. Eng zo'ri asidi 3. Qo'ylaringizni juda yaxshi samara beradi do'stlar, sog'aytirib yuboradi inshaalloh. Men o'zimni qo'ylarim ham mana shu kasallik bilan kasal bo'ldi. Doktor o'sha tajribali, uzoq yil tajribaga ega bo'lgan doktor bilan maslahatlashib, tanishim menga maslahat berdi. Mana shu asidi 3 ni qo'llang dedi. Bir kundayoq men natijasini ko'rdim do'stlar. Agar qo'ylaringizda yashur kasalligi kuzatib sizni qiynayotgan bo'lsa, buni